Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Istiqlol kundalik xabarlarimizni ko'rishingizni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdullah Yalqun. Programmamizda vatanimiz Sharq Turkiston va dunyodagi kun tartibida bo'layotgan xabarlarni huzuringizga sunishtirishimiz. Qaynamsiz diqqatinglar ekranimizda bo'lsin. Xitoy virus bahonasi bilan xalqning iqtisodini vayron qilmoqda. Yaqinqi kunlardan beri Xitoyning atalmish yuqumni nolga tushirish bahonasi bilan Sharq Turkistonda yo'l qo'ygan uyga qamal qilib, och qo'yib qirg'in qilishdan iborat inson qilipidan chiqqan jinoiy qilmishlari ijtimoiy taratqularda tarqalayotgan sirlar orqali xalqaro kun tartibga keldi. 16-sentabr tarqalgan bir qanchasida Xitoy atalmish virus yuqumidan mudofialanish nomida xalqning iqtisodini vayron qilayotganligi oshkorlandi. 16-sentabr tarqalgan 15 sekundlik senda Xitoy atalmish virus yuqumining oldini olish nomida dehqonlarni etiz eriqqa chiqishga ruxsat qilmaganligi sababli dehqonlarning bir yillik jafo mushaqqatlarining vayron bo'lganligi ifodalangan bo'lib, u kishi terigan pomidorlar uzgili odam yo'qligidan etizlikda sesib ketgan. 42 sekundlik yana birisida yana uzishga odam bo'lmaganligi sababli olmalar sesib ketgan bo'lib, olmalarni uzib setish uchun tayyorlagan bo'lsa-mu, biroq Xitoyning yo'llarini taqib olganligi sababli olmalarning hammasi sesib ketgan. Dehqonlar ig'ir ufsingan holda mana dehqonning kuni virus sababli 7 tonna olma sesib ketibdi. Dehqonning kunlari mushundaq qiyin bo'lib ketdi. Jafo tortib ishlagan bir yillik dehqonchilik amgakimiz bekor bo'lib ketdi degan. Taratqularda yana Xitoy tajovuzchilarining bir tarafdan xalqimizni ig'ir och qo'yayotgan va g'ulji ichi va sirtidan xalqimiz tarafidan yo'llangan hisobsiz yemak-ichmak turmush lozimatliklarini xalqqa tarqitib bermaganini oz deb, yerimi sesiq sayko'ktatlarni intayin qimmat bahoga setib berayotganligi, xalqimizga berilmagan pomidor, tasma purchoq, shaptul degandek meva va ko'ktatlarni qo'yqonlarga berayotganligi yoki to'kivatganligiga doir sirlarmi ko'plab tarqalmoqda. Hammamizga ma'lum bo'lgandek, bu turdagi sirlar qamalning boshlanishidan tortib nihoyat ko'plab tarqalayotgan edi. Lekin buningga chidamagan Xitoy tajovuzchilari bu turdagi sirlarni davlatni parchalash jinoyati bilan jazolaydiganligini e'lon qilgandan keyin buningga o'xshash sirlarmi azaymoqda. Xi Jinping 2027-yilgacha Tayvanni egallash tayyorligini butkuzishga buyurdi. Amerika Markaziy istixborot idorasining muavin mudiri Xi Jinpingning Xitoy armiyasini 2027-yilgacha Tayvanni qo'ral kuchi bilan qo'shib olish iqtidoriga ega bo'lishga buyruq qilganligini bildirdi. Fransiya xalqaro radiosining 17-sentabrdagi xabarida bildirilishicha, Amerika Markaziy istixborot idorasining muavin direktori David Cohenning aytishicha, Xitoy raisi Xi Jinping 2027-yilgacha Xitoy armiyasini Tayvanni qo'ral kuchi bilan qo'shib olish iqtidoriga ega bo'lishga buyurgan. Cohenning bahosi Amerika Hind-Tinch okean qo'mondonlik shtabining qo'mondoni John Aquilino va sobiq qo'mondon Philip Davidsonning bultur bu haqda bergan bahosi bilan o'xshash chiqqan. Birlashma armiya qo'mondoni Mark Milley o'tgan yili parlament bilan mazkur masalani muzokara qilgan edi. Ammo Amerika istixborot jamiyati navbatda Beijingning qo'ral kuchi bilan Tayvanni qo'shib olish to'g'risida qaror chiqarganligiga ishonmaydi ekan. Bildirilishicha, Xitoy navbatda armiyani zamonaviylashtirish planini tezlatib, Tayvanga hujum qilish iqtidorini taraqqiy qildirayotgan bo'lib, 2027-yildan 2035-yilgacha bo'lgan vaqt ichida Tayvanni ishg'ol qilishni tamomlashni planlayotganligi tilga ilinmoqda. Xitoy ishlatgan dezinfeksiya dorilarining zaharlik ekanligi oshkorlandi. Yaqinqi kunlardan beri Xitoyning atalmish yuqumni nolga tushirish bahonasi bilan Sharq Turkistonda yo'l qo'ygan uyga qamal qilib och qo'yib qirg'in qilishdan iborat inson qilipidan chiqqan jinoiy qilmishlari ijtimoiy taratqularda tarqalayotgan sirlar orqali xalqaro kun tartibga keldi. 17-sentabr ijtimoiy uchur vositalarida tarqalgan ovozli uchur Xitoy atalmish uy ishini dezinfeksiya qilish nomida uylarga chachqan dezinfeksiya suyuqligining zaharlik ekanligini oshkorladi. Ovozliq uchurda Qozog'istonda turayotgan bir muhojir Turkiyada turayotgan yaqiniga bizning mahallada odam qolmabdi degan. Turkiyadagi yaqini uningdan nima bo'pti, ocharchilikdan shundoq bo'ptimi deb so'ragan. Buningga javoban Qozog'istondagi muhojir munolarni oshkorlagan. Ochliq u yoqda qolsin, tunugun Xitoylar dezinfeksiya qilamiz deb oila qo'rovlarga dori chachgan ekan. Butun mahalladagi jamoat yiqilib tushibdi. Hatto doktorxonaga opiradigan odam yo'q ekan.
vatanning ahvoli ichinishli holatda ekan. Mening 24 yoshga kirgan o'g'lim qarish turib, bizning uyga dori chashmaymiz deganligi sababli Xitoylar uni tutqun qilibdi. Uyda qolganlarning hammasi og'rib yetib qolibdi. Uzundan buyon oilamga telefon qilmagan edim. Aloqa qilib boqay deb telefon qilsam, telefonni ayolim elib, aron so'zlab bir tarafdan ochliqda qiynalayotganligini, uning ustiga Xitoylar oilalarga chechayotgan dorining hamma odamni yiqitganligini bildirgan. İctimai uçur vositalarida ilgari surilishicha, Xitoyning Sharq Turkistonda noma'lum virusni sinov qilayotgan bo'lishi mumkin bo'lib, og'rib qolgan biraylarning inkosidan ma'lum bo'lishicha, bu qatim Sharq Turkistonda ko'rilayotgan og'riq azaldan ko'rilib boqmagan og'riq bo'lib, og'riqning boshlanishi eng avval gal sal og'rish yoki bal ikki tizning tövini 9 ko'z bilan qo'shib, put va bosh og'riydi ekan. Uzun o'tmay shiddat bilan barliq a'zo jug'uldab, qo'rqinchli bosh og'riqi bilan qizitma boshlaydi ekan. Arqadilla bel üzülüp ketgidek ağrıp, ikki tizning tövini sirqirab qattiq ağrıydı ekan. Ağrıq to'xtab qolgandan keyin sovuq o'tib ketgan odamdek zukam, yo'tal paydo bo'ladi ekan va yo'talganda o'pka qo'mirilib chiqib ketadigandek ağrıydı ekan. Bayden Xitoy armiyasi hujum qilsa, Amerika armiyasining Tayvanni qo'g'daydiganligini bildirdi. Amerika CBS kanalının ziyaretini qabul qilgan Amerika prezidenti Joe Biden Xitoy armiyasi Tayvanga hujum qilgan taqdirda Amerika armiyasining Tayvanni qo'g'daydiganligini bildirgandan keyin muxbir uningdan, ya'ni Amerika armiyasi Tayvanni qo'g'damdi deb so'raganda u ha deb javob berdi. Yakshanba kuni e'lon qilingan ziyoratda Aqsaroyning Tayvan siyosatining o'zgarmaganligi oshkorlandi. Navbatda Washington bilan Beijingning Tayvan masalasidagi ziddiyati kun sari keskinlashmoqda. Amerika davomli rasmiy bayonotlarda bir Xitoy siyosatini qo'llaydiganligini bildirib kelgan bo'lsa-mu, Tayvan masalasida tutgan pozitsiyasi Xitoyni jiddiy bearam qilib kelmoqda. Bayden bu qatimliq ziyoratdami buni qayta ta'kidlab, bizning bir Xitoy siyosatimiz davomlashmoqda. Tayvan mustaqillik masalasida o'zining fikrlarini o'ttirg'a qo'yib Bizmi bu masalada boshqacha yo'nalishga qarab ilgirlamaymiz. Tayvanni mustaqil bo'lishga ilhomlantirmaymiz. Bu ularning o'zining qarori deyish orqali usti-yepiq shaklda masalaning qayerga qarab ketayotganligiga ishorat qildi. Bayden bu yil may oyidami mushuningga o'xshash ifoda bildirib, agar Xitoy Tayvanni ishg'ol qilishga uringan taqdirda Tayvanni qo'g'daydiganligini bildirgan edi. Lekin orqadilla Aqsaroydan bayonot e'lon qilinib, Amerikaning bir Xitoy siyosatidan voz kechmaganligi e'lon qilingan edi. Bu Baydenning bir yildan buyon Tayvanga qarata rasmiy siyosatini bir qadam ilgirlatgan holda qilgan 3-chi bayonoti bo'lib, Bayden o'tgan yili oktyabrda va bu yil mayda harbiy harakat elib berish mumkinchiligini ochiq o'tirg'a qo'ydi. Amerika-Xitoy munosabatida Amerika Avam palatasining raisi Nancy Pelosi xonim 8-oyda Xitoyning butun tahdidlarga pisand qilmasdan Tayvanni ziyorat qilgandan keyin jiddiylik texmi kuchaydi va hali ham davom qilmoqda. İstanbul'da ilmiy muhokama yig'ini o'tkazildi. İstanbul'da Uyg'ur akademiyasi boshchiligi va hamkorlashgan dunyoning har qaysi joylaridagi Sharq Turkiston tashkilotlarining hamkorligida Uyg'urlar duch kelgan irqiy qirg'inchilik va milliy mavjudlik ko'rishi nomli muhokama yig'ini o'tkazildi. Yig'in 17-18 sentabr kunlari İstanbul'dagi Green Park mehmonxonasida o'tkazilgan bo'lib, yig'inga dunyoning har qaysi joylarida faoliyat qilayotgan tashkilotlarning mas'ullari, akademiklar, Turkiyadagi siyosiy partiya tamsilchilari qatorliqlar qatnashdi. Yig'inda Xitoyning Sharq Turkistonda ijro qilayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyatlari asosli kun tartib bo'lgan bo'lib, har qaysi so'z qiluvchilar buningga qarshi qilishga tegishli xizmatlar haqida muzokara elib berildi. Yig'inga Xalqaro Sharq Turkiston tashkilotlar birligiga vakolatan birlik bosh kotibi Abdurashid Amin Hoji va birlikning Arab islom dunyosi vakili Muhammad Amin Uyg'uri qatnashdi. Muhammad Amin Uyg'uri yig'inda islom dunyosining navbatda Sharq Turkiston masalasiga tutayotgan pozitsiyasi haqida so'z qildi. İstanbul'da 4-qatimliq Uyg'ur STEM robot ko'rgazmasi o'tkazildi. Qurilgandan buyon Uyg'ur yosh o'smirlarini robot texnikasi bo'yicha sistematik tarbiyalab kelayotgan Uyg'ur STEM gruppasi 18 sentabr kechda robotlar dunyoga hukmron bo'lishdan ilgari mavzuliq ko'rgazma ochdi. Ko'rgazmaga Uyg'ur STEMda o'qiydigan o'smirlar, ularning ota-onalari va boshqa mehmonlar bo'lib ko'p sonda kishi qatnashdi. Ko'rgazma Shveysariya davlatlik uchuv texnik shirkati oliy injeneriya va fizika fanlari doktori Abdushukur Abdurashid apandining so'zi bilan boshlandi.
arqadan yosh o'smirlar o'zlari loyihalagan xilma-xil robotlarni naq maydonda sinab qilib tomoshabinlarga ko'rsatdi va qizg'in olqishga erishdi. Bayraktar Qizil Almaning motori muvaffaqiyatli o'rinlashtirildi. Turkiyaning tunji uchquchisiz kurashchi aeroplani Bayraktar Qizil Almaga tunji motor o'rinlashtirish sinovi muvaffaqiyatli tamomlandi. Türkiye Ovozi radiosi xabarida bildirilishicha, Bayqar shirkati tarafidan milliy imkoniyatlarga tayanib taraqqiy qildirilgan Turkiyaning tunji uchquchisiz kurashchi aeroplani Bayraktar Qizil Almaga tunji motor o'rinlashtirish sinovi muvaffaqiyatli tamomlandi. Bayqar shirkati bayonot e'lon qilib, Bayraktar Qizil Alma nomli uchquchisiz kurashchi aeroplanning taraqqiyot musobasidagi yana bir halqaliq o'tganning orqada qoldirilganligini, uning tunji modeliga tunji motorni qo'rashtirish sinovining muvaffaqiyatli tamomlanganligini, buningdan keyin yer yuzi sinoqlarining elib berilganligini uqtirdi. Egilishicha, Bayraktar Qizil Alma nomli uchquchisiz kurashchi aeroplan 2023-yili xizmatga kirishtirildi ekan. Motor çalıştırma için serbest. Hörmətli televizor görüşlər, şuna qılıb bugün xəbərimiz müşahidə axırlaşdı. Ətiki xəbərimizi görüşkücə sizlərni Cənab-ı Allah tapşırırıq. Şuna qılıb proqram axırda ekran arxasındakı barlıq xidmətdaşlarıma köpdən köp rəhmət edirəm. Assalamu alaykum və rahmetullah.